Biz asosiy maqsadimiz apnoe to'xtatish, ikkinchi maqsadimiz xurrak to'xtatish. Apnoega 100% garantiya beramiz to'xtashiga, xurrakka 90% garantiya beramiz. Bu degani 10 tadan 9 tasi, 100 tadan 90 tasida xurrak to'xtaydi. Aziz bugun bemor operatsiyasiga 12 kun bo'lgan. Kelganda shikoyatda xurrak va apnoe. Ayollar yonlarida poylab o'tiradi. Ya'ni xurrak juda ham kuchli bo'lsa, nafas to'xtab qolish holati kuzatilsa, uyg'otib o'tirar ekanlar. O'sha paytda shikoyatlari sonografiyada nafas to'xtab qolish holati aynan bu bemorimizda soatiga 44 metr kuzatilgan, ya'ni juda ham ko'p degani bu. O'zlanish yo'q. Nafas olish yaxshi. Xo'p, apnoe katta ehtimol bilan to'xtagan. Buni kimdan so'radingiz? Ayolingizdan so'radingiz, keyin u uyg'otardi oldin, apnoe chiqib qolganingizda. Xurrakchi? Hop, xurrak yaxshi 12-kun to'xtagan bo'lsa, ko'pincha 14-21-kun to'xtaydi o'zi. Kechroq to'xtaydi. Hop, mana tilcham juda ham katta edi. Dushkalar osilib mamta ketgan edi, mana dushkalar. Qalbi yana ham tepaga ko'tariladi, bu ham tepaga ko'tariladi. Norozi bo'lib, xurrak hozir to'xtagan juda ham yaxshi. O'zi 14-15-kuni to'xtaydi og'riqlar hammasi. Sizga gap yo'q lekin. Lekin zo'r. Operatsiya yaxshi o'tgan, natija ham zo'r, xudo xolasa. Uni faqat bitta sizlar iltimos qoladi. Dieta ishimiz, hozir jismoniy tarbiya, ya'ni jismoniy harakat mumkin. Bundan ko'p bes olishingiz kerak emas. Bundan ko'p bes olsangiz, yana yo'llar torayadi, yana xurrak apnoe bo'lib qolishi mumkin. Hozirda rezultat yaxshi. Xudo xolasa siz bilan ko'rishamiz, gap yo'q. Rezultat zo'r. Shuning uchun o'z vaqtida kelib, o'z vaqtida davolatsanglar, apnoe xurrakdan butunlay qutulishingiz mumkin. Menga ko'p savol bo'ladi-da. Instagramdan, Telegramdan apnoedan, xurrakdan butunlay qutulishi mumkinmi deb. Albatta mumkin. Agar tashxis va tekshiruv, diagnostika aniq bo'ladigan bo'lsa, biz xudo xolasa natijani, ya'ni garantiyani bera olamiz. Bunaqa bo'lgan operatsiyadan oldin tilcha juda ham qalin va tiliga tegib turibdi va orqa dushkalar juda ham osilgan. Aynan mana shu holat bizning shu apnoe va xurrakka sabab bo'ladi. 12 kundan keyin holat qaranglar, qanchalik ko'tarilgan. Mana ko'rasizlar? Mana zadniy dushka mana ko'tarilganini avlod beradi. Va mana tilchamiz ko'rasizlar qanchalik tepada o'zi. Mana tepaga tortganmiz. Bu bor yo'g'i 12-holat bu. 12-kundagi holat. Agar biz buni 21 kundan keyingi holat solishadigan bo'lsak, juda ham katta raznica bo'ladi. Chunki ko'p bemorlardan savol bo'ladi, qanchalik qutulaman? Nega faqat operatsiya ko'rsatasiz-da, operatsiyadan keyin natijani ko'rsatmaysiz deydi. Natija juda ham yaxshi. Natija zo'r bo'lgani uchun biz o'zimizni uvereng gapiryapmiz.